Hojatxona tozalash kerak. Chiqish kerak. Bo'ldi. Menga qarang, bayram oldi. Shu 600 ming beravering, turishib atmaylik. Bola chaqaga. Rozi bo'lasizlarmi aka? Ha. Istima majbur qilmaydi, hayot o'zi majbur. To'ppa to'g'ri, mana shu gap aka. Tamom. Hech kim majburlaydi. Oldin taom, keyin madas kalom. Chiqinglar. O'rnashib bemalol o'tirib olinglar. Bemalol. Endi akalar, gap. Ertaga xudo xolasa bayram. Bugun bayram. Sizlar ishlamaysizlar. Bugun o'sha ishlagan pullarni topasizlar, beramiz, lekin bugun dam olasizlar, maza qilib bayramni birga nishonlaymiz, xo'p? O'shaning uchun xush kelibsizlar, bemalol o'tirib, ovqatlanib o'tiringlar. Yo'q, xijolat yo'q. Xijolat yo'q, akajon. Aka, bugun bayram. Hojatxona tozalashga ko'pchilik xohlamaydi-da. Yo'q deydi, boshqa edi. Biz rost ekan muhtoj odamlarni, kerak odamlarni taraf o'zi chiqavdik. Bir kichkinaroq ehson niyatimiz bor edi. Aka aytibdilar, sizlar qiynalsizlar deyaptilar-da. Men aytaman, aka men g'izzovligiman, Buxoro farzandi g'izzovligiman deyaptilar. Ayting endi o'zingiz. Zo'r deyaptilar. Men aytaman, qiynab boramiz deyaptilar. Men aytaman, aka deyapman, Samarqandga baxt restoraniga deyapman, mana g'izzovliklar kelgan deyapman-da. G'izzovon shashligini deyapman, mana yeysiz. G'izzovonga borib o'tirish shart emas. Shera kelsangiz, mana bor aka, hamma narsa. G'izzovon shashligi deysizmi, aqotlari deysizmi, vag'orisi deysizmi, cho'ponchasi deysizmi aka, hammasi bor. Aka bizada 12 ta viloyatda ovqatlari bor aka. Birinchisi mastava, Toshkentcha mastava aka. Mana. Yeb ko'rasizlar. Akalar bu Samarqand zig'ir oshi bu. Bugun bayram dedik-ku, hammalaringiz maza qilib o'tirib, bemalol tog'o yeching kurtkani, yechib maza qilib o'tiringlar. Endi aka bu yeyishga qo'yilgan akajon. Olinglar. Qo'yinglar shu yerga. Oddiy somsa, tomchi somsa. Olinglar bitta-bitta aka. Aka g'izdon shashlik deyapsizmi? Hozir g'izdon shashlik yeysiz. Hozir ko'rasiz g'izdon shashlikni haqiqiy qismasiga ko'rsataman. Olib kelyapman. O'zi ko'p katta emas aka, 1 metr o'zi. Anta kelishilgan summamiz 4 kishilik aka. Bu sovg'amiz aka ertaga bayram kuni bilan munosabati bilan sizlarga bayram sovg'asi aka. Bayramingiz muborak bo'lsin aka. Xudo xolasa bundan keyin ham boshqa bayramlarda sizlar bilan ko'rishish nasib qilsin, ishinglarni omadini bersin, farzandinglarning boshiga sog' omon bo'lib turinglar. Siz ziyoda bo'lsin. Qachon kelsak yaxshilik kun, eng Xush kelibsizlar. Aytganingiz kelibsizlar.